Hozir bunday oppoq keladi, shu qizil kelyapti. Siz oylarsiz? Olasiz. Polipni razmeri katta. Tushuntirdilarmi doktoringiz? Polipni razmeri почти 2 santimetrga yaqin katta degani-da bu. Bachadonni bo'shlig'ida joylashgan degani. Bu polip hayzingiz o'zgaradi, ko'p qon yedi, to'xtamaydi, uzoq kun keladi, 7 kunda, 5 kunda to'xtamaydi, 14 kun, 20 kun, ba'zida 10 kunlab keladi. Keyin bu homiladorlikdan saqlaydi. Spiral qo'yib olib qanday saqlansa, xuddi shunaqa vazifa bajaradi. Odatda farzandi yo'q ayollarda polip aniqlansa, sразу polipni olib tashlash kerak. Farzandli bo'lishi uchun, qaysi siklini normaga tushirish uchun. Ba'zida poliplar bo'lishi mumkin. Bachadonning ichida, bachadonning bo'ynida, bu ginekologiyada uchrab turadi ayollarda. Darrov olib tashlash kerak bularni. Boshqa a'zolarda ham uchrab turadi, ba'zida ichakda, burunda, lo'rda, o'tpigida ham. Lekin bularning ichidagi eng yomonlari